Anal yo'li yorug'lari. Xo'sh, anal yo'li yorug'lari kimlarda va qachon kelib chiqadi? Anal yo'li yorug'lari surunkali qabziyatda, rektal sivchalarni muntazam ravishda ishlatib yurganda, tug'ruqdan keyin, kamdan-kam holatda diareya, ya'ni tez-tez ichib ketgandan keyin paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, sizda anal yo'li yorug'i borligini uy sharoitida qanday aniqlashingiz mumkin? Orqa teshik, ya'ni sfinkter sohasida spazmning kuzatilishi, defekatsiya paytida och qizil rangli qonning kelishi, og'riq sindromi. Og'riq defekatsiya paytida yoki undan keyin bir necha soat o'tgandan keyin ham davom etishi mumkin. Anal yo'li yorug'lari o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir anal yo'li yorug'larini paydo bo'lish bosqichiga qarab dori vositalari yordamida davolasa bo'ladi. Ammo surunkali anal yo'li yorug'larini faqat va faqat operativ usul bilan davolanadi. Xo'sh, nimaga? Anal yo'lida paydo bo'lgan chandiq to'qima konservativ davo imkoniyatini ta'minlamaydi. Bu chandiq to'qima fibrozlangan bo'lib, epitelizatsiya bosqichiga xalaqit beradi. Surunkali anal yo'li yorug'i sfinkterda spazm yoki noto'liq ichki oqma kasalligi bilan birga kelishi mumkin. Bu asoratlar operatsiya uchun mutlaq ko'rsatma hisoblanadi. Agarda sizda har hojatga chiqqandan keyin qon ketishlar va og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, proktolog ko'rigiga keling. Chunki vaqtida davolanmagan anal yo'li yorug'lari murakkab asoratlarga olib kelishi mumkin.